Ana bu kiymanın boshlanışı. Shu yerdan boshlansa ana bu yerdan tugaydi. Ana charxi. Ana shu kiyma. Buni nimaga aylanishi $1000 bo'ladi. Eng arzon. Biz so'radik shu yerdagilar. Shu kiyman katalik. Biza kiymada taom salatlari olib bemalol ovqatlanishingiz mumkin. Bu taomlari, oshlar, nimalar o'zi suzib bemalol yeysiz. Shashliklari ham bor hammasi. Hozir biza ovqatlandik. Hamma taomlar bor. Juda ham go'zal. Mazza. Kiymani qarang. Titanik.